Bu Bennett mantiq, psixologiya va tanqidiy fikrlash sohasida ishlagan muallif. U inson fikrlashidagi xatolarni oddiy va tushunarli tarzda izohlash bilan mashhur. Bu kitob mantiqiy xatolar ensiklopediyasi hisoblanadi. Unda 300 dan ortiq mantiqiy xato, 500 ga yaqin real hayotiy misollar, har bir xatoning nomi va tarifi va shakli izoh berilgan. Odamni aldov, manipulyatsiya va noto'g'ri fikrlardan himoya qiladi. Bu kitob sizni aldanmaslikka, mustaqil fikrlashga, to'g'ri qaror qilishga o'rgatadi. Eng muhimi shuki, siz endi faqat eshitganingizga emas, isbotlangan fikrga ishonadigan bo'lasiz.